Samarqand shahri. Bibixonim ko'chasi 124-uy. Registon yaqinidagi ushbu mo'jaz, fayzli xonadonda 1938-yili mustaqil O'zbekiston davlatining bo'lajak asoschisi va birinchi prezidenti Islom Karimov dunyoga kelgan. Ushbu oilaviy fotosurat 1928-yilda Islom Karimov tavalludidan 10 yil avval olingan. Suratda uning ota-onasi Abdug'ani ota va Sanobar aya hamda ularning farzandlari Mehriniso, Omonullo va Ibodullo